Avval assalomu alaykum. Mana shu katta tomosha zaliga xush kelibsizlar. Bugun mana shu konsertimizda maza qilib kulamiz, dam olamiz deb kelgan insonlar, akaxonlar, onaxonlar, opaxonlar, singillar, ukalarimiz kelishgan. Hammangizga kulgu, tabassum, omad hamroh bo'lsin. Hamisha ishlaringiz oldiga qarab yuraversin, hamisha kulib yuraylik. Rahmat, qaysiriga rahmat. Endi qarang, qaysi viloyatda Hojiboy aka qanaqa kulishadi? Masalan, Farg'ona askiyani qoni deyishadi. Menimcha Farg'onada zo'r kulishsa kerak, Hojiboy aka deb mendan so'rashadi. Men endi o'ylab ko'rdim. Qayerga borsam e'tibor berdim. Hamma har xil kuladi, haqiqatan ham. Mana masalan, mana shu yerda 5000 odam o'tirgan bo'lsa, 5000 xil kulgi bor. Viloyatlarda ham o'ziga yarasha kulgisi bor. Masalan, Andijonga borsangiz, kuldirayotgan bo'lsangiz, e'tibor bersangiz, zo'r gaplarni gapirdi. Shuni tashlaysiz tomoshabinga, o'tirgan andijonliklar qanaqa kuladi? Bir martaga so'kinib oladi, keyin kulgini boshlaydi. Kulgidan oldin so'kirish bo'ladi. Xarakter shunaqa Andijonda. Farg'onada 2 marta kuladi. Bir marta aytgan gapingizga tushunib kuladi. Keyin o'zicha tasavvur qilib kuladi. Hammani o'zining fantaziyasi bor, hammani o'ziga yarasha miyasi bor, o'zicha tasavvur qiladiki, boshqadan kuladi. Qarang, Farg'onaning kulgisi 2 xil ekan. Shuning uchun ham Farg'onada masalan askiylar ko'p desak bo'ladi. Har bitta inson so'z o'yini bilan shug'ullanadi. Ertaga kech bir-biriga hazil qiladi. Shuning uchun ham bizda askiya rivojlangan joy bu Farg'ona deyshadi. Endi mana Toshkentda aytgan gapingizni oldinroq tushunib kulish boshlaydi. Shaharda beradi, nima deydi? Aqlli insonlar ham ko'p, masalan, san'atni haqiqiy muxlislar ham shu yerda. Gapingizni olib borasiz, hali aytmasizdan turib kulish boshlaydi, aytib borsangiz portlab ketadi tamom. Oldindan sezadi Toshkentda. Endi mana bu yoqqa qarab o'tsangiz, masalan, Sirdaryo oblasti, Jizzaxga qarab boraversangiz, ayniqsa Jizzax oblasti umuman boshqacha. Masalan, Jizzaxda gapirganingizdagi maza qilib kuladi-da, kulgandan keyin deb baqirib yorishadi. Bu ham o'ziga yarasha bularning bir yo'li. Endi u yoqqa Samarqandga borsangiz ham maza qilib kulishadi. Buxoroga borsangiz ham, Buxoroga qarab sekin boraversangiz, sekin kulgan pasayib boraverasiz. Bu yerda bilasizlarmi, masalan, shoirlarning she'rlarini, g'azallarini tahlil qiladigan odamlar bor kerak bo'lsa. Eski qadimiy joy 2,5 yil bo'lgandan keyin tarixiy san'ati ham shunga yarasha. O'sha har xil masalan ochiq baqirib kulish yo'q yo'qda. Masalan, kulada hurmat bilan ichida shu qotib qolsa ham yaqtiraveradi, ko'karib ketadi. Qanaqadir bir ilgari poytaxt bo'lganda masalan, butun dunyoga tanish joylarda bular. O'shuning uchun ichidan bir madaniyat bilan kulishadi, qoyil qolasan. Qoyil qolish kerak-da. Bir Buxorolik otaxon laba hovuzda aylanib yursa, bir negr o'tirganmish, turist. Qop-qora negr charchab qolgan o'tirganmish, shunday qilib. Laba hovuzga qarab o'tirsa, bu ham sekin kelibdi-da, "Ha, bolam, shuni suvga aytyapsanmi?" Namcha qolib ketding. Menimcha Sirdaryodan bo'lsang kerak-a? Topdim, dehqonsan. Fermer bo'lsang kerak. O'zingni oldirib qo'ysang-ku, bolam. Bu yil piyoz ekdingmi, yerang'oq ekdingmi? Endi nima ekkan bo'lsang ham, o'sha nima deydi, o'sha haligi payzi bilan bergan bo'lsin, lekin o'zingni oldirib qo'ymagan unaqangi. Ertaga vohli turganda soat 11 gacha ishlaganda yotki bir soyajoyga kirib olib. Keyin masalan soat 5dan keyin, abetdan keyin 9-10 gacha ishlasang bo'ladi o'shani o'zi. O'zingni oldirib qo'ysang, kasal bo'lsang kim qaraysan keyin? Deb tursa, negramda bir qarab qo'yibdi. O'g'limni birinchi marta kelganga o'xshaysan-a? Men yoshligimda mana shu o'rtalarda katta bo'lganman. Xullas, mana shu atrof tug'ilganman. Mana shu binolar oldin juda bir xarob bo'lib yotardi. Mana mustaqillikka chiqqanimizdan keyin remontlar bo'ldi, chiroyli bo'ldi. Qara, tilla ranglarni yuritgan, hamma chiroyli. O'zim ham havasim kelib ketdi, tomosha qilib o'tiribman. Bolam, nega endi deyapsan? Desa, "Я по-вашему не понимаю. Я африканец, вы понимаете? Я африканец, ты африканец, я шафриканец", dedim qarang. Shofirkon ham bir eski qadimiy joylardan biri. Qarang, hazilni qarang, Afrikanis deb Shofrikanis debdi. Mana hazil, Buxoroda ham hazil bor, lekin o'ziga yarasha. Mana ko'p so'rashyapti, Hojiboy aka, nega endi konsertingizni kulgining 97 xili yoki turi deb nomladingiz deb mendan so'rashyapti. Men buni sizlarga aytib beray. 100 xili desam ham bo'lardi. 150 xil desam ham bo'ladi, lekin men isbotlab berishim kerak edi. O'shuning uchun 97 xilga kelib to'xtadik. 97 xil kulgi qayerdan paydo bo'ldi, Hojiboy aka? Shu fikr degan savol tug'ilishi mumkin. Lev Nikolayevich Tolstoy buyuk yozuvchi, buyuk ajoyib faylasuf, olim, rus olimi, yozuvchisi Yasnaya Polyanada dashasida dam olib yurgan paytda kelgan mehmonlarning kulgisini yozib qoldirgan ekan. Qarang, 97 xil kular ekan inson.
inson 97 xil kular ekan. Shuni o'z ko'zi bilan ko'rib, yozib qoldirgan. Endi masalan inson hali aytib o'tganimizdek 1000 ta bo'lsa 1000 xil kuladi. Lekin u odam ko'rganini yozib qoldirgan. Endi o'zbeklarda qanaqa kulgular uchraydi? Bizda kulgularda eng zo'ri uchraydi. Masalan, kulish, bu ham bir kulish, umumiy olganda kulish. Ikkinchisi, ijish, ishayish, tirjayish, jilmayish, tabassum qilish, miyig'ida kulish, kulimsirash, xandan otib kulish, zaharxanda, shakarxanda va sigaret xandasi ham bor ekan. Endi qarang, men sizlarga endi tushuntirib beray. Jilmayish qanaqa bo'ladi? Jilmayish. U jilmay, ko'p jilmayma deymiz. Jilmayish qanaqa? Nashtirish jilmayish ekan. Nashtirish jilmayish. Endi ijayish bor, ijayish. Ko'p ijayma deydi-yu. Ijayish sal boshqacharoq. Ijayish. Endi ko'p kuydirgan kalla o'xshab tirjayaverma deydi. Bizda xalqimiz orasida shunday gap bor, tirjayish. Xuddi kuydirgan kallan ko'rganmisiz? Masalan, qo'yni kallasini kuydirib qo'ygan. Faqat tish ko'rinadi. O'shina kuladiganlar ham bor. Qarang, endi masalan yana kulgilarning turi bor. Onaxonlarga joy beringlar, onaxonlarga. Mana shu yerda bo'sh joy bor ekan, o'tirib olaveringlar. Qarang, ijish. Endi tabassum qilish bor, miyig'ida kulish bor. Miyig'ida kulish qanaqa kulish? Miyig'ida kulish eng kulgilarda kulgulisi ekan. Kulgi uyg'otuvchi kulgilardan ekan. Masalan, mashina bo'ladi. Mashinangizda teng yarmi kulib turadi, teng yarmi kulmay turadi. Miyig'ida kulish. Mana bu yerdan qaraysiz kulyapti. Bu yerdan qaraysiz kulmayapti ular. Qarang, kulgi uyg'otuvchi kulgilar ekan bular. Yana ba'zan shunday kulgilar borki, hech gap yo'q, hech gap yo'q. Uzr, biz oldira boshlab qo'ydik. Stanislavskiy aytgani, tomoshabin aybdor emas degan. Zritel ne vinovat degan. Biz aybdor. Biz aybdor. Biz endi 7 ga deganmiz, mana 7:30 8 ga boshlash kerak ekan-da. To'g'rimi? O'zbekchilikda. Soat 10 ta ham 7 da uyda o'tirgan. Boramizmi? Kelinglar, bo'linglar. Kelgandan keyin to'lib qolibdi odam, o'zi boshlanib ketdi. Kelib, va endi joy yo'q endi, hammasi bir joyga o'tirib olgan. Bu ham o'zbekchilik. Yevropada, Rossiyada unaqa joy talashmaydi. Oldin tomosha boshlanishdan yarim soat 10 minut oldin kelib o'tirib, hamma o'zining joyiga egallab oladi-da, kim mashinaga o'tirishadi. Bizda kulgilarda joyimiz turaveramiz, biz joyimiz yo'q. Aka, mana bu yerda, u ham turadi, mana bu yerda. Endi kulgi uyg'otuvchi kulgilar bor ekan. Kulgi uyg'otuvchi kulgilar. Ba'zi insonlar kuladi, o'sha o'zingizcha bir kulasizda, ki hali odam kulib o'tirganini eshitib qolib, unga qarab kulaverasiz. Masalan, ba'zi birlar bor shunaqa qiladi. deb kuladi. Bo'ldi, qolganiga jim o'tiraveradi. Yana qiziq gap kelib qolgan payt. Tamam. Ba'zi birlar deb kuladi. Qarang, u kulgini ko'rgandan keyin siz kulaverasiz. Endi samimiy kulgi bor. Samimiy kulgi do'stingizni ko'rganda yuzida bir tabassum paydo bo'ladi. Samimiy kulasiz, haqiqiy kulasiz. Yurakdan oddiy gaplarni gapirib, samimiy kulgi o'zida paydo bo'lib turaveradi. U hech qachon yo'qolmaydi. Lekin ba'zan shunday kulgilar bor, kulgilarning shohi deydi. Masalan, xandan otib kulgan odamni ko'rsam, havasim keladi. Xandan otib kulgan odam haqiqiy mazax kulgan odam bo'ladi. Yurakdan kulgan bo'ladi. Bir martaga portlab ketadi-da, o'zi bilan o'zi bo'lib qoladi. O'shanaqalarni ko'rgansiz. Men bu bittasi kuzatib, o'shanaqa odam bittasini kuzatimda, mana shunaqa qilgan. Ha! Nafas olamayapti bechora. Ko'karyapti qarsam basharasi. O'sha bir martaga ha degan payt ichida g'ubor, g'am o'shalar chiqib ketib, klapim bekilib qolgan.
Endi qaytib nafas olmayapti. O'shanaqa odamlar mabodo yoningizda atrofingizda o'tirgan bo'lsa, yordam qilishingiz mumkin. Orqasiga qarshi turib qo'ysa, klapim paqida ochilib ketadi. Tirik qoladi keyin, aka-uka. Birinchi gul qarshak. Muxlis, rahmat. Bugun biz do'stlar samimiy kulamiz. 97 xil kulgu emas, 100 dan oshiq kulgularni bugun o'z ko'zlaringiz bilan ko'rasiz. Albatta, yoningizga e'tibor berib o'tirsangiz ko'rasiz. Ba'zi odamlar kulayotgan paytda maza qilib qolsa, juda ham pishiqda bular. O'zini tizzasiga urmasdan yonidagi tizzasiga o'tirib qo'yadi. Qars qiladi. Desa, oyog'iga uryapman. Yelkaga qo'yadi. Aka, kasalmanman, o'zim urmang desa. Kasalmanman dedi. Qarang, battar u siz joningiz og'rishdan battar kulaveradi. O'shaqa odamlar bor. U shunaqa odamlarga e'tibor bermang. Ba'zan bular masalan bunaqa ham qo'yib yuborish mumkin-da basharaga qarab. O'sha insonlarga o'tirib olsangiz yoki bo'lmasa akani o'zini bir turtib qo'ysangiz o'zi kelib qoladi o'sha odamlar. Qarang, haqiqatan ham kulgili gaplar ko'p ekan. Ayniqsa kulgu o'tirish kulgilar ham bor ekan oramizda. Men yaqinda bozorda yuribman. Mashina bozorida yuribman. Balon sotadigan joyga kelib qoldim-da. Endi tanib qolishib, hammasi ergashib yurishdi menga. Muxlislar. Hoji aka nima der ekan, nima gapirar ekan, qanaqa kulgi bo'lar ekan, avtobus berarmikin, qanday holatdan chiqib ketadi deb hammasi kuzatib yurishdi endi. Bepul tomosada yurishdi xolos. Hali balon purishi oldi ekan, ukalar bu balonlar sotiladimi? Sotiladi. Bizga koreyskiy Nexa'ni balondan keraksa, aka yumshog'idan, zo'ridan bor. Siz uchun dedim, mana dedi. Rahmat, pulni to'ladi dedi, oldik. Hozir hoji aka bitta iltimos bor dedi. Ha, konchitingiz qachon dedi. Uyga dedi. Shuncha pul sarflab reklama beryapmiz, hali qachon bosh bilib yursaman dedim. 3 kundan keyin konchit dedim. Iltimos bitta bilet tashlab kelsangiz dedi. Bitta bilet tashlab keting menga dedi. Men aytdim, uka dedim, sen ko'chada balon ko'tarib yurmaysan-ku dedim. Ha to'g'ri, men ham ko'chada bilet ko'tarib yurmayman dedim. Men bozorga keldim, balon bozorga. Ha, sen dedim, o'sha xalqlar do'stlik saroyiga kassaga borasan dedim. Balon bo'lsa olaman dedim, hozir balon bo'lmasa olmasdim. Sen ham bilet bo'lsa olasan, bo'lmasa ketaverasan dedim. Desam, odamlar to'planib qolibdi. Nima bo'ldi o'zi? Tekshirib, aytdim, nima bo'ldi? Janjal bo'ldimi? Ochiq ekan. Vaqtimiz berdi, ertaga bormoqchi edik. Endi o'zingiz ko'rib qolamiz. Bitta yangisini aytib bering. Bitta yangisini aytib bering dedi. Shartda yangisini aytib berdim. Hammasi kulib qariga chavordi. Bozorda kim ko'p, bekorchi ko'p, adashib yurgan ko'p. Urush keldi, odam to'planib ketdi, o'zim ham xotirib qoldim. Militsionerlar churra, nimaga bo'ldi bu yerda? Tekshirib Dudu, qarang, yana bittasi kirib keldi. Hoji aka, uzrmay eshitmay qoldim. Menga bitta yangisini aytib bering dedi. Hali kech kelgani. Uka dedim, nimaga menga ish buyurasan sen dedi. Men senga ish buyurmayapman-ku dedim. Sen nima ish qilasan o'zi betasan? Ha biz aravada dedi. Aravani tortavur uka dedim. Yo'q dedi. Qarang, haqiqatan ham har bitta gapimiz kulgili bizni. Mashinga bozorga borgandan keyin mashin ko'rmasdan iloji yo'q. Mashin bozorda balondan qaytib kelsangiz bo'lmaydi. Mashin bozorga o'tdik. Mashinalar to'lib yotdi. Yangisi ham bor, eskisi ham bor, Lacetti ham bor, Mercedes ham bor, BMW ham bor. Xullas, yangi chiqayotgan Koreyaning mashinasi ham bor. Hammasidan bor, avtobus ham bor, traktor ham bor, xullas hammasi sotilyapti. Mercedes oldiga keldik, chiroyli mashinalar ekan. Ha, bizga ham nasib qilsin deb, bu aqlli bolalar, aqlli bolalar. Mana Yevropacha gul berish. Bular ekan. 21-asr qoyil. Mana hech kim o'rgatgani yo'q. Shunday qo'yib ketyapti. Haykalni poyiga qo'ygandek. Qani mashina turibsiz bolam aka? Mashina turibdi, ilbas. Xullas, mashina bozorga bordik. Valijon Somsiyev, qarsaylaringiz. Ajoyib ukamiz. Ajoyib ukamiz. Chopon, rahmat uka, rahmat. Shogirdlar har konsertda kelishadi, albatta ularga ham Xudo fayz bersin. Mana shunaqa bizni ularda konsert shilapani ham kiyman. Rahmat uka, rahmat. Endi davom ettiramiz. Hali ham joylashmadinglar. Men bilan chalg'ib turibman, sizlarni ko'rmasin deb. Davom ettiramiz. Qayerda qoldik? Mashina bozor. Mercedesni oldiga kelib bizga nasib qilsin, zo'r mashina ekan. Bu mashina sotiladimi desak, Hoji aka sotiladi dedi. Bu mashina nimada yuradi? Benzindanmi, saralkadami yoki dizelnimi bu? Nima deyiladi bu desam, Hoji aka xuddi o'sha saralkada yuradigan mashina bo'ladi dedi. Agar xohlasangiz mana dizelnisi ham bor sizga dedi.
arzonroq tushadi dedi. Agar rostdan mashina olmoqchi bo'lsangiz, men maslahatim sizga dedi. Mana bu mashinani oling, mana shu Mercedesni oling dedi. Nega desam, bu gazda yuradi bu dedi. Siz uzoqlarga ko'p yurasiz, sizga arzonga tushadi dedi. Bittasi qiziq so'ragan nima dedi? Hoji aka, mana Mercedesni oling, havoda yuradi dedi, qarang. Havoda yurarmish. Haligi atrofimda kuzatib turganlar hammasi kulib yordi. Endi bundan ham zo'r gap topish kerak. Endi Hoji aka gap topa olmasa kerak deb o'ylab turuvdi. Qarang, gapni qarang. Bu havoda yuradi dedi. Men ham siraz bobladim. Gapda yuradigani yo'qmi dedim. Menga gapda yuradigani kerak, o'shan qadar yurpan dedim. Desam, hali bolaman dedi. Hoji aka unaqada sizga yaxshi ekan dedi. Mashinaga o'tirib olasiz, gapirib ketaverasiz, mashinangizdan ketaveradi dedi. Sizga ham yaxshi ekan dedim. Qanaqasiga dedi. Siz meni kasbdan sotib olasiz dedim. Kichkina kasbdan dedim. Shunday qo'yib qo'yasiz menga tomonga dedim. Aylantirib aytaveradi, aylantirib gapiraveraman. Siz ham ketaverasiz dedim. 700 so'mga bitta kasbdan sotib olsangiz, 7 yil yurasiz bepul dedim. Hammasi qarshi chiqardi sizlarga o'xshab.